Sizlarga shunaqa mashq o'rgataman, har bitta homilador ayol bajarishi kerak. 3 ta mashq. Birinchisi, har kuni kamida 3-4 marotaba oyoqni tepaga 2-3 daqiqada ushlab turish kerak. Bu homiladorlikda otyoq, ya'ni ishib ketishni oldini olishga yordam beradi. Ikkinchi mashqimiz esa sajda mashqi, ya'ni qo'l tirsak mashqi. Mana bu holatda turamiz, butun tana, ya'ni butun tanadagi og'irlikni qo'l va oyoqlarga beramiz. Mana shu holatda kamida 4-5 marotaba 3-4 daqiqadan tursangiz, pochkadagi shishlar, organizmdagi shishlar va siydik chiqishi juda ham yaxshi bo'ladi. Pochka shishib ketishini oldini olishga yordam beradi. Uchinchi asosiy mashqlardan bu kuniga 20 daqiqada qadam tashlash, ya'ni sekin yurish. Tez emas, o'zinglarni charchatmasdan хотя бы 20 daqiqa прогулка qilish. Bu homiladagi qon aylanishini to'g'rilashga, o'zinglarda kislorod yetishmovchiligi, hansirashni oldini olishga yordam beradi. Bu mashqlarni albatta har bitta homilador ayol bajarishi kerak.